Grafşanatları bilen görüşmekçiydim. Can dostum. Kampus boyida gaz kullarının himayetçisi. Acep paytaxtga kep qapsız qo. Bana kullarının himayetçisi dep çıraylık nam berginiz üçün tolumu hoşalman. Emma meni can dostum dep hatalaştınız. Xəsirinizin xatırcamligini oylaganda ikkimizning özümüzni tutib olganimiz yaxshimiki? Ben dadınız bilen görüşmekçiydim. Siz mening savolimga tiq javob bermedingiz. Siz nemeni sorgandınız? Paytaxtga nima ish bilan keldingiz? Singlim bilen apamni elib bir necha kun o'ynag'ili keldim. Birdam o'tiraman. Mishaning vinosidan bir rumkadan ichishayli, maylimi? Sovuq ichimlik ichimsiz ya. Rahmet, içmeymen. Ben graf janoblar bilen bir ish to'g'riliq so'zlashgili kelgan. Eyib ko'rmasangiz, nima ishligini menga ayta olasizmi? Bu bir so'da ishdi. Graf janoblarga bir taklif. So'da ish. Shundaq. Bu ishni so'daga yetib qilish ehtimolimi bor? Paytaxtga qachon keldingiz? Bugun tushdan keldim. Tushdan keyin. Bu gapcha mening esil qo'shnim paytaxtga onasi bilan singlisini el bir necha kun o'ynag'ili ketib ketdi. Lekin birinchi bo'lib dadam bilan savdo haqida so'zlashga keldi. Qiziq ish. Bu ishga hayron qilyapman. Menimcha siz yo'qolgan ishlarga hayron qoldikansiz. Rost hech nima ishmamsiz. Dadam sal kechikib keldi. Bo'ptamsa so'g'aq ichimlik ichay. 2 stakan soğuk ichimlik keltir. Tez bo'l. Mening hamma ishga qiziqaveradigan ishim bor, janob Ilyasov. Ben sizdan bir ishni so'rab baqdim. Bu vayzab ketgidekmi ish emas. Dadingizning qo'llari orasida Izora ismli bir didakmi bormi? Apam so'rab baqin dedi. Izora. To'g'ri, Izora. 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 O'ylab baqay. Esimga kelmayapti janobi Dubiyas. Izora. O'ylab baqay. Qaysi didakning ismining Izoraligini eslayolmayapman. Qarang. Qullarning ismi zahodi esimda turmaydi. To'g'ri deysiz. Bilgan bo'lsam, burunla deb beradi. Bo'pti, kallangizni qatirmang. Graf janoblar kelganda bir gap bo'la. Menga amra bo'lamanmi demang. Yolg'iz o'tirsammi bo'laverdi. Ishingiz bo'lsa qana qilavering. Bo'pti emas. Biroq uzun saqlab ketasizmikin? Dadam bir necha kun hayal bo'lib qoladi. Bir necha kun? Shundaq. Bir necha kun. O Nitroydagi bir og'iniznikiga ketgan. Bir haftadan keyin qaytib kelalaydi. Qaytib kelsa, sizning izlab kelganligingizni deb qo'yay. Xotirjam bo'ling do'stim.
poytaxtdagi adresingizni qoldirib keting. Xabar qilishga oson bo'ladi. Ben hazır köklen mehmanxonasida. Biroq hozir ijaraga uy o'qishyapman. Men mehmanxonada bo'lmay qolsam, u yerdagilar mening yangi o'rnimni deb berdi. Dadingiz kelib qolsa, menga tezdan xabar bering deysiz. Rahmat sizga. Andaqda xo'shamiz. Siz Bilsanson xonimning sharafiga ziyofat berman dedingizmi? Shundoq. Shu orqali raqibingga mashhur odamlar bilan orlashtirganlarning yolg'iz o'zi emasligini ko'rsatib qo'ysin. Ondan u fransuz sultonni ko'rishga musharraf bo'lsin. Bu choram yomon emas-ku. Obdan bo'pti, graf janoblari. Ajab, u obdan chori bo'pti. Yana bir ishni deb qo'yay. Karmen, men sana loja ap qo'ydim. Do'stlarni boshlab turib, o'yinning boshqarini ko'rsan. O'yin ko'rsan. Sizga ko'p rahmat, graf. Rahmet lazım emas. Sanat uchun men hech nimani ayamaydigan. Ondaq demay, meşedil turunglar. Bo'ldi, sizni avar qilmayli, janobi maslahatchi. Nemaga avar bo'latdiq? Bizning uydildi turunglar. Siz o'g'limning yaqin og'inisi. Bu yerda biz turib, sizlar mehmonxonada yatsanglar, bu qanday bo'ladi? Bizninkida turinglar, janob Dobiyaz, xizmatinglarda bo'lamiz. Bolivina bilan birga bo'lsa, opang bilan singlingiz erishmaydi. Ko'ngillarni yondirolmaydigan bo'ldik-da. Ham shunday bo'lsin. Akirib qo'yg'in, toza qatirib dazmallab qo'ydim. Xonanam buni kiyib, texmi chiroyli bo'lib ketsin. O'zingning ko'ynigiga dazmol soldiribmidingmi? O'zimnikiga tushdim burun sevagan. Bugun oqshom bizning Izoramo, Isozodi xonimlar qatorida teatrxonada o'tiradigan bo'ldi-da. İsozodlikni menga kim qo'yibdi? Dangliq artist Bilsanson xonimni ko'rib olsam, armonim yo'qdi. U yoq Parijni bir mezgil zilzilga keltirib o'tibdi ekan. Izorabasi bo'lam. Nemishqi bo'lmag'idek, u fransuzchani senda yaxshiroq biladi. Biletni men aytdim. Bir qul qizning sen va do'stlaring bilan dilla o'yin ko'rishidan nomus qilatam sayya. Bu nima deganing Malvina? Bu ishni to'g'ri qilsa. Xonana, ko'ynigingizni annanayt yaxshi dazmallabdi. Karotim qo'yib qo'ygan. Ma'qul. Izora, Ha? Onlar şerbetini yemeklik tayarladinglarmi? Tayyorladik. Obdan qilsizlar. Fransuzlar shunday tatlı yemekliklarga amroq. Nima qilishimni bilolmayli qilyapman. Olmaydan qiziq. Menga maslahat sanmayla, shuncha mehmonni chaqirib qo'ygan nemisi? Hamma ish ko'ngillik o'tib ketadi. Xudoga omonat. At mehmonlarni uzdirasam, ondan yuragim o'rniga tushadi. Izora, sen o'ylab baqqan. Fransiyalik mashhur cholponni uyga chillab qo'yib, oldirmagan bilan bo'lamdi. Umi uyinga boramdikan? Men shuni da'vat etaman-ku. Jazman boramdikan? Onun biletni Malvina olib turibdi. O qiz bilan ko'rishgan borlig'ini-mi? Adanga aytdingmi? Onu damtem Dobiyaz. Sen bana sır saqla dedin-ku. Şuna eshitdimmi demedin? Bir deydak fransuz tilini bilsa, o şumudu? Dobiyaz, bir azdan keyin bilib qolasan. O graflar bilan bilib boramdikan? Yo'q, Izora o'zi yolg'iz bordiga o'xshaydi. Men uning o'rnini Malvinadan o'qib olib, sana ko'rsatib qo'yman bo'lamdi. Bu gapchi Izora bugun oqshom o'yinga bordigan o'xshamamsiz. Men borma demedim. Xonanam bor dedi. Uning ustiga dadingizmi qo'shildi? Bosh gap, boshroq. Sizning berishingga qarshi turayotganim yo'q. Sen boshqa didaklarga o'xshamaysan-da. Alaydi didak, albatta alaydi imtiyozga ega bo'lish kerak. Endi gap sening shu imtiyozga loyiq yoki emasligingda. Meni bir ish bilan izlaganmidingiz? Senden bir ishni so'rmoqchi. Kampus qo'rqining xo'jayini Dobiyasni tunamsa? Buni so'rab nima qilasiz? Men sendan tunamsa deb so'rayapman. Yo'q, tonimayman. U odam sizning og'ayningizmi?
To'nimasang nima deb uni mendan so'raydi? Anna bana xananam öyde yo'q chog'da bir yigit kep ketdi deydi. Yo'q, bu yerga kelgan yigit mening og'inam. Dobiyas hozirmi kompostda? Bir dedak o'z xo'jayiniga yolg'on isib bulamdir yanvariya. Sening nima deyishyapsinglardan mening zotli xabarim yo'q, Payzada. Mana buni ko'rdingmi, Izora? Qo'rqdiki, boshqa narsalarga o'xshash bu meniki. Lekin buni yigim kelmagandimi? Boshqalarning og'ziga kirib ketishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Qanday qildiganligimni bilamsan? Men buni ezib etaman. Qara. Mana qara Izora. Men buni qiynalmayla mushundaq ezib etalayman. Nima degan ko'rkam, nima degan chiroyli, nima degan qaltis kelmaydi. Marhamat. 3-chi rat mana shu. Rahmat. Enrik degan biz bilan birga lojda o'tasin. Enrik biz bilan birga o'ltag'in. Sen bilan o'ltamag'ili xeyli uzun bo'pti. Bu yerda bir bo'sh o'rin bor. Kechirgan Dobiyas, bir necha og'inam bilan pastda o'tirishga deyishib qo'yibdiman. Ular demagan bo'lsam, lojda bilan o'tasam bo'ladi. Men ketdim. Hazır vaqt emas. Oyun başlanay deb qoldi. Bu meşhur tragediyani o'zirinib ko'rib olayli. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, désert présente à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers volages adorateurs de 1000 objets divers qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos.
Que faisiez-vous alors? Pourquoi, sans Hippolyte des héros de la Grèce, assemblait-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous vous entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, du fil fatal eût armé votre honneur. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soin m'eût coûté cette tête charmante. Ainsi, il ne point assez rassurer votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher et feindre au labyrinthe avec vous descendus. Ce serait avec vous retrouvés ou perdus. Meni qandaq tamoq qil desa qilaverma. Birli tatlı yemek tayyorlashni bilmaydi ekanman. Men seni texi kokusdan tatlı yemek yasa olaydi deb o'ylab qoptiman. Bundaq tamoqlar Izora pek usta. Biroq Izora shu topda oshxonada yo'q. Izora degan o'yin ko'gili ketdi. U teatrxona shundoq chiroyli. Butun olamga mashhur qaltisda. Izora xenim qizlardek o'tag'andu. Hey, shu topda meningmi berib o'g'irliqchi bir ko'rvag'im ki. Yaraydi. Yaraydi. Qiziqgansa Karim, fransuzchani bir yig'izim bilmaydiganiga nimachi qo'shib ketsa? Sen nimani bilatding? Hamma odam ma'ush qilyapmandi. Sirq chiqib oyilinib kiramdi. Yaxshi gap. Ha, o'yin boshlang'ich san ko'z qisqan heliqi yigitni topgan kelyapti degandi, haqqacha. Topsam nim bo'pti? Hech kimning lojdan chiqishi ruxsati yo'q. Nimishqa? Esozodlar degancha orliqdagi damilishi lojdan chiqib ketmaydi. Bir narsa ish kutkasi keltirib ichidi. Sizlar hamisha past odamlar bilan munosabat qilishga yaralganmi? Senonki o rost kelgandimi? Izora chiqim keladi. Turib uningga qiziqib qolgandek qilsang-ku, eshitishamadim seni. Uning o'rni nadarak? Ana ashada, nayt xushaldek ko'rinadi. Tobias u kapti. Rostmi? Malvina uning lojda o'ltirganligini ko'rdi ekan. 20-o'rinda. Dam elish sirtqim chiqmabdi. Rahmat Enrik, sana ko'p rahmat. Arzimaydi. Bu ishni hargiz boshqalarga tinma. Yana hozir birdan o'ltasam bo'lamdi, Izora. Tobias deb uzun yo'qab ketdi-ku. U menga usluq chiqib ketgan. Usluq akilish uchun shunchalik vaqt ketamdi. O'z tayyorligimni tayyorligidek vaqt bo'lib qoldi. Tira ag'insiga uchrab qolganda, apa. Hey, qanay, men uni mushkullarni boshqacharoq sezyapman. O'g'limni o'zim tushunaman-da. Mening ismimni qanday bilib oldingiz? Men graf janoblarning uyiga bordim. Sizning ismingizdan sir. İctimai o'rningizni uqdim. Bu yerdan ketdim. Nemishqa? Qilgan adabsizliklarimni kechirib etdim. Bir pas o'ltasam bo'lmamdi. Yo'q. Meni kechiring. O'tgan ishlarni ko'nglingizga olmang. Meni yolg'iz qoldirsangiz. Yana azroqli bilan o'tirishga ruxsat qiling. O'yin hozir boshlandi. Bu o'rin odamlar. Yana hozir birdan o'tirib olaydik. O'yin tugaganda meni saqlab tura olasizmi? Yo'q, meni istamang. Nimishqa? Endi meni istamang. Mayli qayerda bo'lsin. Ikkinchi istamang. Meni esingizdan chiqarib eting. Xuddi notanish odamlardek yuraylik. Kechiring.
Oyun tügegende kelimen. Beni sakla, çokum kelimen. Çokum kelimen. Qani beraman. Saqıltıb qo'ydim. Kechiringlar. Non! Je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage, non? Prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre un récit. Il faut de mon époux contre un sang Dieu réveiller le courroux qui ne se borne pas à des peines légères. Nagwadın. Le crime de la sœur passe celui des frères. Dans mes jaloux transports, je ne veux implorer. Que fais-je? Baldırlı yenip gelsen o. Yenip gel. Oyun yoqmidi ya? Yoqdi. Nayt yaxshi. Esir hanımlar qani. Ular birdan kech keldi. Beni birden saqlab turinglar. Ana balışkın bir şeyden. Hozir kelib. Nega borsa? Ayol bo'lmang. Menimcha o yigit allabirun ketib qoldi. Bo'pti, biz yana ko'rishamiz. O yigit ishni oldin saqlab turandi, tehi. Yashab keting. O ketib qoldi jina. Shundaqmi? U rostla o'yin tugmay ketib qolganmidi? Ketib qolgan boshqa birisi emasdi. Bundaq yaxshi o'ynalgan o'yinni men zodili ko'rib baxmagan. Dada, sizga mi yordam? Yaxshi neydi ekan? Onu tapamadingmi? Tanlagan o'rnimiz muvofiq bo'lmabdi. Rost shu, buningda gap yo'q. Kerak yana ko'rish fursat bo'lib qolar. Sendan yana bir ishni so'ramoqchidim. Nima ish? Adanglar o'ltagan lojida graf Almidami bormidi? Ha, batdi. Xato ko'mibdiman. Graf poytaxt ekanda, eliq mutahammini aldabdi. Qaysi mutaham? Nimalarni deb ketding Tobias? Bo'ldi demayli qo'y. Endilik bu ishni hargiz bir siktinma, uqdingmi? Bugun akşam acayip köngüllik etti. Rost, bugun akşam bek ko'ngillik etdi. Bugun akşam men yangi davrga birinchi qadamimni bosdim. Faqat birinchi qadamimni. Uqdingmi bolalar? Birinchi qadamimni bosdim. Sizdan og'iz qo'l karmin. Daraxtlar hisobomga yana. Nima shundoq deydi qolsan? Ati ziyofatda o'zimizni yana bir ko'z qo'yamiz. Buningdan uslug'aroq chiqdi tehi. Texim uslug'aroq. Shu ekanligida gap yo'q. Hayotimda eng yaxshi ko'rgan qizim shu. U qiz dedakkan. U nimishqa meni saqlamay ketib qolgandi. O'zining kimligini senda yashirib kelgashga balkim sendan nomus qilgandi. Yo'q, uningdan emas. Emsi nimishqa ketib qoldi. Mendan ko'ngli sovib qolgan bo'lsa kerak. Poytaxtda uningda qo'nchi bo'y qosh ko'zi joyida kelishgan qizning keyini kirib oldiganlar oz emas. Qandaqli bo'lmasa, men uni ketib sezishim kerak. Men uni yaxshi ko'raman, uningsiz yashayolmayman. Menimcha uning bilan to'y qilishim tamoman mumkin, Toyis.
Esir hanımı onunla öz kızı dep tüyen etken. Demek o mening izorağı bo'lgan sap muhabbetimni jazman tushunaleydi. Biroq o nimaga setib berishga qo'shildi? Uni setib ola olasanmi? O seni xizmatkorindek salohiyatini etqanda bir o'g'il qiz. Şunu onu setib ola olayman. Onunga o'rlik berib, ondan onun bilan to'y qilaman. Jazman shundoq bo'ladi. Men tug'ilishidila qo'li o'ptirilgan, to'mirda negirqini eqiyotgan bir qiz bilan to'y qilaman desam, buning hayron qilyapman. Lekin men Izorani chin qalbimni suyayman. U mening nazarimda qini eng sof bo'lgan Yevropa malikasi. Men buni uchinla ko'rdiganlardan emas aka. Men sen tarafda turaman. Sen o kızı chin dilingda yaxshi ko'rsan. Chunki o qiz sen degandek chiroy va aqlda kamolatga yetgan. Muhabbatning kuchi cheksiz. U hammani besib tushalaydi. Senin şu neymiş bilen kelgendi? Men mufqamidim dedi. Lekin qiyosimcha uning kelishi Izora bilan munosabatli bo'lsa kerak. İzora bilen? Shundoq. G'alati ish. O Izorani qachonlarda ko'rgan bo'g'aydi? Bundoq ishlar menga noma'lum dedi. U xuddi hech nim bilmaydigandek gap aytib mendan. Sizlarda Izora ismli bir dedak bormi deb so'radi. Bu gap şu bizde İzora ismli dedekning borlig'ini bilmaydi ekandi. Ozroq bildigandakmi qiladi. Meningcha u bizning gap almoqchi bo'lsa kerak. O xeyli qo'nas ekan degina. Shundoq dedi. Tobiasning opsi bilan Izoraning bir munosabati bormi? Leoncio, g'alati gap qilding. Ularning nima munosabati bo'lmoqchi edi? Biroq u menga opam o'qish bakkan dedi. Qarg'anda opsi uning izlariga qavas kerak. Bu uning ustadligini olmamdi. O buzuq Izoraning chiroyliligini ko'rib niyatni buzgan nima? Bu hayron qoladigan ish emas. U mening yenimga cho'qim shu dedakni setib olg'ili kelgan. Siz Izorani uning setib beramsiz? Uni setib berish niyatim yo'q. Satadigan bo'lsam, opam olamni ma'lum qilib etmandi. Boshqa yerlarni ko'rib kelmamsizlar, men bilib boray. Keyin yana fursat topib qola. Opam bir narsa singlimni yo'qlab kelayli deyotdi. Bo'pdamisa, keyin yana fursat topib qola. Buncha deganda nega mangding? Estir xonimnikiga, xonimga uylarni bezishib berishga va'da berib qo'ygan. Santa oshxona qarashmoqchi. Xonimga ichim og'rib qoldi. Graf janoblari oldirabli Besanson xonimni uyga chaqirib qo'yibdi. Estir xonim tayyorlig'im puxta bo'lmay qolarmi deb jiddiylik ketyotdi. Kayfim tayyor bo'ldi xonim. Rahmat. Xushroq bo'linglar amisa. Xayri xo'sh. Qandoq degan gap bu? Elqi bir nima biznikiga yana keldigan bo'pti. O'zingni besib ol o'g'lim. Ular Pontora apandining uyida turibsa, ularni chaqirmay amolim yo'q-da. Dadamning chaqirg'in to'g'ri. Bo'lmasa bizning qo'dlarimiz ikki o'tirib tanishib qoladi. Men yana o'z uyimda o xumparni ochiqni yutib o'tirganman-da. Ulardan boshqa nurg'un mehmonlar keladi, Leoncio. Leoncio, uning bilan ko'rishib qo'ysang bo'ladi. Undaq bir nimaga qarashqim ra'yim yo'q. Shundoq, Tobiasning nima bezar, biroq uni chaqirmayim bo'lmaydi-da. Bu yoq Carmen Magiamiz. Bizning mo'shadagi talantli cho'lpunimiz bo'ladi. Yaxshimisiz? Xonim bilan ko'rishganim uchun o'zimni cheksiz baxtli, cheksiz xushallik qilmoqdaman. Men boya Besanson xonim bilan so'zlashdim. U Portugaliya tilida nihoyat chiroyli so'zlaydi ekan, hayronlik qildim. U Lisabonda turgan. Besanson xonim u yerdami Parij bilan boshqa shahardagilarga o'xshashlardan chiqqan. Xonimning yuksak mahoratini ko'rib, murodimga yetgandek bo'ldim. Men tragediya o'ynasam bo'ladi. Men tragediyadek amroq. Komediyaga misol qaramang. Komediyani ko'zga ilmisingiz xatolashsiz, qizim. Bu yoq Inrik Fontora. Kelgusida qiynin. Tanishqinim xushalman. Men xushalman. Beli bulamadım. Kechiring. Mehmonlar kelib qoldi.
sizni bir yerda ko'rganda qilaman ku. Shundaqmi? Tünügün akşam tiyatrxonada ko'rdim. Oliy janobligingiz, o'moqligingiz menda cho'nqir ta'sir qoldi. Siz tragediyani yaxshi ko'ramsiz. Akşamki tragediyani siz bilan birga ko'rgan to'sam, onunğa aprin etmay tura olamdim. Ha? Hayotimda ko'rgan teatrlarning ichida oqshomqisi eng esli. Bu teatrni yoqtirganligingiz uchun intayin xursandman. Ovozingiz tilimi yangroqga, tuvan ovoz eshitdingizmi? Oxirgi rat o'tdagalarni aniq angladi. Bek yaxshi bo'ldi. Ovozmi, mahorat masalasi. Bizmi uzun yil jafoliq mashq qilib andim bugünkidek bir qadar mukammal darajaga yetgan. Keling Charles, keling. Kechiring. Xonim, sizga men bir do'stimni tanishtirib qo'yay. Bu mening yaqin do'stim Charles. Charles, biz Sanson xonim bilan ishimiz yaqin do'stlardan bo'lib qoldik, shundaqmi xonim? Shundaq. Kechiring. O'tinib qolay Izora. Bu talabimni yerda qo'ymasdan deyman. Xonona, ranjimisiniz? Baxmi jiddiyleşib ketyapman. Birinchi ovozni chalgandagi yillar o'zing tutolsan. Mening dangliq cho'lponning oldida pianino chog'idek salohiytim bormi? Kimningli oldida bo'lsin, qo'rinmasliging kerak. Yur Izora. Bilaman. Sen meni hergiz yer qaratmaysan. Bağın. Qimmatli mehmonimiz Bisansun xonimning hurmati uchun Izora hozir bir pad pianino chalib berdi.
gandola de renda caindo na